Yumshoq ko'rishga o'xshagan bu pechenyening ichida margarin, sariyog', qatiq, qaymoq umuman yo'q. Aynan uylarda bor narsalardan tayyorlab ko'rib, yoqsa kommentariyada qanaqa chiqqanini yozib qoldiring. Bismillah deb idishimizga bir dona tuxum hamda shakarni solib yaxshilab aralashtirib, o'simlik yog'i, sut, asal solib bir xil massa bo'lguncha yana aralashtirib, elangan turon unlari, osh sodasi hamda kabartmani solib xamirimiz qo'limizga yoqadigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamirni 5 sm qalinlikda yoyib, xohlagan shaklingizni berib, shakarga botirib, qizigan duxovkada tillarang bo'lguncha pishirib, dasturxonga tortasizlar. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar, yoqsa duo qilishni unutmanglar. Sizlar bilan xosiyat shans.